Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, aziz o'quvchilar. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan hamkorlikda O'zbekiston tarix telekanali orqali tarix darsi ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugungi mavzumiz nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda dong taratgan ulug' olim, tib ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino haqida bo'ladi. Darsimizni quyidagi 4 reja asosida olib boramiz. Birinchisi Ibn Sinoning bolaligi. Olimlik yo'li. Allomaning tib ilmiga qo'shgan hissasi. Ibn Sino qomusiy olim sifatida. Abu Ali ibn Sino, u Yevropada Avicenna nomi bilan mashhur. Asl ismi Husayn bo'lgan vatandoshimiz milodiy 980-yilning Safar oyida Buxoroning Afshona qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Abdulloh o'sha davr amaldorlaridan bo'lgan. 986-yilda Ibn Sino oilasi Buxoroga ko'chib keladi va shu vaqtdan boshlab yosh Husayn boshlang'ich ta'lim olishga, ilm-fanni o'rganishga kirishadi. Uning yoshligi, yigitlik chog'lari Somoniylar hukmronligining so'nggi yillariga, Nuh II ibn Mansur Somoniy hukmronligi davriga to'g'ri keladi. Ibn Sino iste'dodli, xotirasi kuchli, zehni o'tkirligidan 10 yoshida Qur'oni Karimni boshdan oyoq yod o'qib, ustozlarni ham hayratda qoldiradi. 13 yoshidan boshlang'ich matematika, mantiq, fiqh, falsafa ilmlari bilan shug'ullana boshlaydi. Ibn Sino yosh bo'lishiga qaramay, Abu Abdulloh Notili rahbarligida falsafani, Hasan ibn Nuh al-Qumriydan tibbiyot ilmini har tomonlama o'rganadi. Asta-sekin tabiblik bilan ham shug'ullana boshlaydi. U o'zidan avval o'tgan sharq mutafakkirlarining asarlarini chuqur o'rganish bilan birga Aristotel, Yevklid, Ptolomey, Galen, Gippokrat, Pifagorlarning asarlarini ham qunt bilan o'rgandi. 16-17 yoshdayoq mashhur tabib, hakim bo'lib tanildi. 999-yilda Buxoro qoraxoniylar tomonidan zabt etilgach, Somoniylar hokimiyati inqirozga uchradi. 1000-yilda Ibn Sino Buxorodan chiqib ketadi va madaniyat markazlaridan biri hisoblangan Xorazmga boradi. U yerda Xorazm hokimi Ali ibn Ma'mun saroyidagi olimlarni birlashtirgan o'z zamonasining akademiyasiga qabul qilinadi. Ibn Sino Biruniy, Ibn Miskavayh, Abu Sahil Masixiy, Abul Xayr Hammor, Abu Nasr ibn Iroq kabi yetuk olimlar bilan yaqindan tanishadi. Lekin bu davrda kuchayib borayotgan Amir Mahmud G'aznaviyning taqiqlardan qochib Xorazmni tashlab ketishga va Xuroson, Eronning turli shaharlarida sarson sargardonlikda yurishga majbur bo'ldi. Ibn Sino o'sha davr tuzumi oqibatida turli taqiblardan qochib, Abivard, Tuz, Nishopur shaharlari orqali Eronning shimolida joylashgan Jurjonga hokim Qobis ibn Vashimgir saroyiga keladi va shu yerda mashhur tabib sifatida shuhrat topadi. Juzjoniy bilan tanishib, unga ustozlik qila boshlaydi. 1019-1021-yillarda Hamadonda vazir lavozimida xizmat qilar ekan, hokim bilan kelisha olmay 4 oy zindonda yotishga majbur bo'ladi. 1023-yilda Isfaxonga ketadi va butun umrini ilmiy asarlar yozishga bag'ishlaydi. Ibn Sinoning Kitob al-Qonun fit-Tib, Kitob-un Najot, Kitob-ul Insof kabi mashhur asarlari geometriya, astronomiya, o'simlik, hayvonot olami, mantiqqa oid risolalari, Hay ibn Yaqzon falsafiy qissasi uni qomusiy olim va yetuk ijodkor sifatida tarix zarfaraqlariga muhrladi. U Isfaxonda rasadxona qurish bilan mashg'ul bo'ldi. Umrining so'nggi yillarida feodal urushlar kuchayib ketganligi, ijtimoiy siyosiy hayotda o'zi ham faol qatnashganligi tufayli u Isfaxon, Ray, Hamadon shaharlari orasida sarson sargardonlikda hayot kechiradi. 1037-yil 18-iyunda Isfaxon shahrida 57 yoshida qulunch kasalligidan vafot etadi. Ibn Sinoning hayot yo'li o'zi yozgan tarjimai holi va shogirdi Juzjoniy tomonidan qoldirilgan manbalardan ma'lum. Mutafakkirning turli fanlarga oid 450 dan ortiq ilmiy asarlar yaratganligi ma'lum. Biroq bizgacha Ibn Sinoning 242 ta asari yetib kelgan. Shulardan 4 tasi adabiyotga, 5 tasi musiqaga, 10 dan ortig'i astronomiyaga oid asarlardir. Ibn Sino sharqda Shayxul Rais, g'arbda esa Avicenna nomlari bilan mashhur. Uning nasriy asarlari arab tilida yozilgan. Yusuf qissasi,
Qur'on sujeti asosida yozilgan birinchi asar bo'lib, ramziy majoziy usuldadir. Rasolat at-Tayr, Qush risolasi, Hay ibn Yag'zon, Uyg'oq o'g'il tirik kabi asarlar ham ramziy majoziy uslubda yozilgan. Salomon va Ibsol esa ishqiy sarguzasht asardir. Ibn Sino shoir sifatida doston, qasida, g'azal, ruboiy, fardlar yaratgan. Uning ko'p risolalari shaharma-shahar ko'chib yurish, urushlar, saroy to'polonlari, turli falokatlar tufayli yo'qolib ketgan. Ibn Sinoning tibbiyot sohasida tib qonunlari, Kitob-ul Qulanch, ichak sanchiqlari, Kitob-un Nabz, tomir ko'rish haqida kitob, Fuj-ul Tibbiya Joriya fi Majlisih, tib haqida hikmatli so'zlar, Tadbir-ul Manzil, turar joyning tuzilishi, Fil Hindubo, sachratqi o'simligi haqida, Risola fi Dastur tibbiy ko'rsatmalari haqida kabi asarlari mavjud. Uning tibbiyotga oid qomusiy asari Tib qonunlari 5 ta mustaqil katta asarlardan tarkib topgan. Ularning har biri ma'lum sohani izchil, har tomonlama yoritib beradi. Birinchi kitobda tibbiyotning nazariy asoslari, uning predmeti, vazifalari, bo'lim va metodlari, kasallikning kelib chiqish sabablari, belgilari, sog'liqni saqlash yo'llari bayon etiladi. Qonunning oddiy dorilarga bag'ishlangan ikkinchi kitobida 800 ga yaqin dorining xususiyatlari, ularni tayyorlash va iste'mol qilish usullari bayon etilgan. Ibn Sino simob, uning birikmalarini dori qilib ishlatishni birinchi bo'lib tavsiya etadi. Sharobni quvvatga kirituvchi, jarohatlarni tozalovchi dori sifatida ishlatadi. Uchinchi kitobda ayrim organlar, hatto soch va tirnoqlarning kasalliklari, ularni davolash usullari bayon etiladi. Uni maxsus patologiya darsligi deb atasa ham bo'ladi. Bu kitobda bosh miya, nerv, ko'z, quloq, burun, tomoq, qorin, tish, yurak, jigar, buyrak kasalliklari batafsil tahlil qilinadi. Qonunning 4-kitobi organizmning umumiy kasalliklariga bag'ishlangan. Unda isitmalar, o'smalar, ularning sababi, xirurgik kasalliklar, suyak sinishi, chiqishi, jarohatlanish va ularni davolash usullari, har xil dorilardan zaharlanish va unda ko'riladigan choralar to'g'risida ma'lumot beriladi. Chechak, qizamiq, mo'xov, tovun, vabo va boshqa yuqumli kasalliklar tafsir etiladi. Qonunning 5-kitobida murakkab dorilarning organizmga ta'siri, ularni tayyorlash, iste'mol qilish usullari bayon qilingan. Bu kitob dorishunoslik ilmiga, farmakologiyaga bag'ishlangan. Ibn Sino fikricha, tib ilmida nazariy bilimlar va amaliyot o'zaro bog'liq bo'lishi, bir-biriga asoslanmog'i zarur. Aks holda u rivoj topmaydi, o'z maqsadiga erisha olmaydi. Shu sababli ham tib qonunlari 800 yil davomida hakimlar uchun asosiy qo'llanma bo'lib keldi. O'rta asrlarda bu asar Sharqdagina emas, balki G'arb mamlakatlarining universitetlarida ham talabalar uchun tibbiyotdan yagona qo'llanma edi. Ko'p manbalarda Ibn Sino avvalo tabib sifatida talqin etiladi. Holbuki tabobat uning ilmiy sohalari orasida eng muhimlardan biri, xolos. Uning bizga ma'lum bo'lgan katta asari Kitob-ush-Shifo, Shifo kitobi, 22 jilddan iborat bo'lib, 4 ta katta bo'limni mantiq, fizika, matematika, metafizikaga doir masalalar egallagan. Uning ayrim qismlari lotin tiliga, Avropadagi boshqa tillarga, sharq tillariga, shuningdek rus, o'zbek tillariga tarjima qilingan. 20 jilddan iborat bo'lgan Kitob-ul Insof, Insof kitobi bizgacha yetib kelmagan. Ma'lumotlarga ko'ra bu kitob Isfahondagi yong'inda yo'qolgan. Kitob-un Najot, Najot kitobi 4 ta katta qismdan mantiq, fizika, matematika, metafizikadan iborat. Kitob Lison-ut Arab, arab tili kitobi 10 jildni tashkil etadi. Donishnoma fors tilida yozilgan bo'lib, 4 ta qismni mantiq, fizika, matematika, metafizikani o'z ichiga oladi. Ibn Sino asarlari o'rta asrlarda Yevropada ilmiy til hisoblangan lotin tiliga, u orqali Yevropaning boshqa tillariga tarjima etilgan. Ibn Sino ilmiy risolalaridan tashqari chuqur falsafiy mazmunli badiiy obrazlar va ma'lum voqealar orqali ifoda etiluvchi Tayr qissasi, Salomon va Ibsol,
Hay ibn Yag'zon kabi falsafiy qissalar yaratgan. Ibn Sino zamonasining yetuk shoiri ham bo'lgan. U Sharq, xususan Fors poeziyasidan ruboiy janrining asoschilaridan biri bo'lib, ruboiylari o'zidan chuqur falsafiy xulosalarni ifodalaydi. Ibn Sino arabcha qit'alar ham yozgan. Tabobat masalalarini ommabop holda nazm bilan izohlovchi Urjuza nomli tibbiy asar yaratgan. Ayniqsa tabobat u bilan bog'liq holda anatomiya, psixologiya, farmakologiya, terapiya, xirurgiya, diagnostika kabi ilmlar Ibn Sino ijodida bir qancha yangi ixtirolar bilan boyidi va yangi bosqichga ko'tarildi. Bulardan tashqari kimyo, mineralogiya, astronomiya, matematika, o'simlik dunyosi, geologik jarayonlarni o'rganish sohasida ham u yangi fikrlarni olg'a sura oldi. Ibn Sino dunyoqarashi Farobiy asarlari ta'sirida shakllandi. U ilg'or falsafiy oqimni yangi tabiiy ilmiy fikrlar bilan boyitib, yangi bosqichga olib chiqdi. Ibn Sino u o'z davrida Sharq va Yevropada Shayx-ur-Rais, olimlar boshlig'i, tabiblar podshohi kabi eng buyuk nomlarga sazovor bo'ldi. O'simliklarning birinchi ilmiy tasnifini yaratgan tabiatshunos Karl Linne doimiy yashil bo'lib turuvchi bir o'simlikni Ibn Sino sharafiga Avitsina deb atadi. Ibn Sino asarlari Yevropada 12-asrdan boshlab lotin tiliga tarjima qilina boshladi. Tip qonunlari asarning o'zi lotinchada 30 martadan ortiq nashr qilindi. Ibn Sino xalq orasida shu darajada hurmatga sazovor bo'ldiki, u folklor qahramoniga aylanib ketdi. Sharq xalqlarida uning to'g'risida turli hikoya, rivoyat va afsonalar vujudga keldi. Jahon olimlari Ibn Sino asarlari uning faoliyati to'g'risida ko'pdan beri ilmiy tadqiqot ishlarini olib boradilar. Hozirda jahondagi deyarli barcha tillarda Ibn Sino haqida asarlar yaratilgan. Hurmatli o'quvchilar, qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi tarix darsimizni yakunlaymiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.